Assalomu alaykum. Hozir biz Bigame.uzga ishchi sifatida ro'yxatdan o'tishni ko'ramiz. Xo'p, birinchi bo'lib ro'yxatdan o'tishni bosamiz tepaga yoki mana pastga turibdi. Ish beruvchi sifatida yoki ishchi sifatida ro'yxatdan o'tish. Ish beruvchi sifatida ro'yxatdan o'tamiz. Boshlash. Mana bu yoqqa ro'yxatdan o'tish sahifasi chiqadi. Endi foydalanuvchi nomini kiritishimiz kerak. Foydalanuvchi nomi masalan keyin bu yoqqa email manzil kiritishimiz kerak. Google email manzili. Bu to'g'ri bo'lishi kerak. Keyin shu email manzilimizga tasdiqlash kodi yuboriladi. Xo'p. 51gmail.com. Bu yoqqa parol kiritamiz, istalgan parol. Keyin to'liq ism baqqa to'liq ism. Doniyor Nigmatov. Keyin bu yoqqa telefon raqam kiritamiz. Masalan 95 64 848 telefon raqamimizni kiritamiz. Keyin manzilimiz, hozir turgan manzilimiz yonimizdagi ishchilar chiqishi uchun kerak bo'ladi. Manzilimizga bog'liq bo'ladi. Avtomatik aniqlashni bossak, o'zimizni manzilimizni avtomatik oladi-da, keyin o'zimizni manzilimiz chiqib keladi shaqqa. Yoki xaritadan belgilasak ham bo'ladi. Masalan, yoqqa shu shaxsiy sabz profil. Mana manzil belgilandi. Keyingini bosamiz. Endi bizga emailimizga tasdiqlash kodi yuborildi. Mana o'sha 6 xonali kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mana emailga tasdiqlash kodi kelgan. Bigame 695 180. O'sha tasdiqlash kodini shu yoqqa kiritamiz. 695 180. Tasdiqlashni bosamiz. Mana emailimiz tasdiqlandi o'sha kod bilan. Mana endi bu yoqqa ma'lumotlarimiz chiqib turibdi. Foydalanuvchi nomi, emailimiz, to'liq ismimiz, telefon raqam, manzilimiz hammasi chiqib turibdi. Foydalanish shartlariga rozilik bildiramiz va boshlash. Emaildan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Endi login qilib kirsak bo'ladi. Bu yoqqa o'sha boya tasdiqlangan emailimizni kiritamiz. Keyin bu yoqqa o'sha payti kiritgan parolimizni kiritib login qilsak bo'ladi. Kirishni bosamiz. Mana o'zimizning sahifamizga kirdi. Bu ish beruvchi sahifasi. Bu yoqdan ish yaratishimiz mumkin. Masalan, biron bir ish, uyni ko'tarish kerak. O'shanga ustalar kerak bo'lsa, e'lon joylashimiz mumkin. Yoki shunchaki birdaniga ishchilar bilan bog'lanmoqchi biza. Tezda ish kerak bizaga. Santexnik yoki kimdir kerak, birdaniga ularga taklif yubormoqchi biza ishga. Ishchilar sahifasiga o'tamiz. Mana ishchilar sahifasiga. Bu yoqda ro'yxatdan o'tgan ishchilar ko'rinib turadi o'zi. Mana masalan bu yoqqa santexnik Doniyor Nigmatov. Manzili, profil shu ishchi chiqib turadi. Keyin xarita orqali ham ko'rsak bo'ladi atrofimizdagi ishchilar. Xaritadan ham mening joylashuvimni bossak, o'zimizning atrofimizdagi ishchilar chiqarib beradi. Mana hozir bizga eng yaqin ishchi Doniyor Nigmatov. 120 ming so'm soatlik narx deb chiqib turibdi. Xo'p, ro'yxatga o'tamiz. Masalan, bu ish haqida birinchi ma'lumot kerak bizga. Shuning uchun profilini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Profilini ko'rishni bossak, bu ish haqida ma'lumot chiqadi. Masalan, rasmi bu yoqqa Doniyor Nigmatov, santexnik, manzili. Keyin bu yoqqa tajriba, bajarilgan, nechta ish bajargan, o'shalar haqida, ishchi haqida ma'lumot. Mana o'zi nima yozgan, ko'nikmalari qanaqa, nima ishlar qila oladi, quvurlarni tuzata olgan. Shunaqa bo'lib chiqib turadi. Bu yoqqa telefon raqami, email manzili.
Xo'p, endi biza bu ishchi bilan masalan chat qilsak bo'ladi. Masalan chat orqali aloqaga chiqsak bo'ladi. Masalan salom deb foydalanuvchiga xabar yuborsak bo'ladi. Bu o'sha ishchiga yetib boradi birdaniga. Xo'p, endi masalan biza birdan shu ishchiga ish taklifini yubormoqchi bo'lsak, ishga taklif bosamiz. Ish nomi masalan santexnik bo'ladigan bo'lsa, o'rni tuzatishni bosamiz. Ish tavsifi masalan nima? O'g'ir tuzilgan tuzatish kerak deymiz. Masalan, qancha byudjetimiz, qanchaligiga haqqa yozamiz, necha pul beramiz, necha pul taklif qilamiz ishchiga. Masalan 40 ming. 40 ming so'm. Xo'p, ish turi qanaqa? Onlaynmi yoki offlaynmi? Onlayn ish bo'lsa onlayn bo'ladi. Masalan, u onlayn ishlar biron bir hujjatni tahrirlab berish yoki video tayyorlab berish o'shanaqa. Bizadagi offlayn kelish kerak ishchi. Xo'p, bu yoqqa manzilni kiritishimiz kerak bo'ladi. Mening o'zimni joyimni tanlasam bo'ladi, bu yoqqa o'zimni joylashuvim chiqadi yoki xaritadan ham o'zim biron bir joyda tanlasam bo'laveradi. Men shu xaritadan tanlab qo'yaman. Masalan, shu bo'ladi. Mana xarita tanlandi. Keyin ish bo'yicha rasm. Masalan, qo'r buzilgan bo'lsa, o'sha qo'r haqida ma'lumot uchun o'sha qo'rni rasmini tashlasak bo'ladi. Masalan, shunaqa qilib rasmni jo'laymiz. Qo'shimcha xabar. Iloji boricha tezroq qo'yamiz. Chiqing deymiz. Rasmni jo'ladik. Masalan, qo'r haqida bo'ladi u rasm. Keyin bu yoqqa opsha kiritib bo'lganimizdan keyin ma'lumotni ishchiga yuboramiz, taklifimiz. Ish taklifi yuboriladi bu yoqqa. Keyin chatga o'tsak, chatga ham o'zi avtomatik bu yoqqa yuborgan bo'ladi. Mana ish haqiga ma'lumotlar yuborilgan. Iloji boricha tezroq aloqaga chiqing. Taklif kutilmoqda. Ish haqqi chiqadi bu yoqqa 40 ming so'm bo'lib. Bu yoqqa manzil. Manzilni ustiga bossa ishchi Google xarita chiqadi bu yoqqa. Google xarita bilan uyimizga kelsa bo'ladi. Offlayn ish beruvchi xabar. Iloji boricha tezroq. Bu ish beruvchi ishchiga boradi. Ishchi bu yoqdan qabul qilgandan keyin keyin ana shu yerda o'ziga xabarlashib yozishsa bo'ladi. Ishchi qabul qilgandan keyin ish umumiy o'zi mening ishlarimga qo'shiladi. Keyin ishchi birdaniga aloqaga chiqib kelsa bo'ladi. Yoki biza umumiy ish yaratmoqchi biza. Umumiy ish. Masalan, uy ko'tarish kerak. Yoki kattaroq santexnik ishi. Uydagi ishlar. Ish haqida batafsil. Uydagi barcha texnik ishlarini qilish kerak. Qilish kerak deb yozamiz. Biz hozir ish joylayapmiz, umumiy. Bu barcha ishchilarga ko'rinadi, santexnik ishchilarga. Ular ko'rib sizga taklif yuboradi. Xo'p, uydagi barcha santexnik ishlarini qilish kerak. Bu yoqqa talaba deb yozsa bo'ladi. Masalan, qanaqa talab? Masalan, 2 yillik tajriba. 2 yillik tajribasi bo'lishi kerak. Keyin santexnik ishlarini yaxshi qilish. Santexnik ishlarini yaxshi qila olishi kerak. Shunaqa qilib, biza talablarimiz joylasak bo'ladi. Xo'p, keyin bu yoqqa manzilga
Agar offline ish bo'lsa manzil bo'ladi, agar onlayn ish bo'lsa manzil kiritilmaydi. Xo'p, manzilimizga avtomatik joylasak, o'zimizda avtomatik manzilimiz joylashadi. Xo'p, keyin bu yoqdan xaritadan joylashtirsak bo'ladi. Xaritadan o'tamiz. Shu yoqqa xaritadan belgilaymiz. Mana manzil belgilandi. Endi ish turi. Ish turi qanaqa? Bizga kim kerak? Masalan, buni bosganimizdan keyin ko'p ish turlari chiqadi. Masalan, hozir bizga santexnik kerak. Agar bizga usta kerak bo'lsa, veterinar kerak bo'lsa yoki dasturchi, SMMchik, mobilograf hammasi kerak bo'lsa, ana shu yerdan belgilab ketamiz. Keyin bu aynan o'sha ishchilarga yetib boradi. Masalan, santexnik bo'lsa, santexniklarga boradi ishimiz. Ana shunaqa ishlarni hammasi shu yoqqa chiqadi. Ana shu yerdan belgilasak bo'ladi. Masalan, hozir bizga santexnik kerak, santexnik belgilaymiz. Byudjetimiz qancha bera olamiz. Masalan, opish hammasiga 1.200.000. 1.200.000 so'm. Qancha vaqtga tugatish kerak? Muddati qaysi vaqtgacha? Masalan, 31-sanagacha. Keyin talab qilinadigan ko'nikmalar. Xo'p, buni yozish majburiy emas yoki yozib ham ketsak bo'ladi. Masalan, santexnikdan talab qilinadigan ko'nikma o'rni tuzatish. O'rni tuzatishni belgilab qo'ysak bo'ladi yoki yana bironta ishlari. Masalan, konditsionerni tuzatish, konditsioner o'rnatish, o'shanaqa qilib belgilab qo'ysak bo'ladi. Bu yoqqa yana o'sha ish bo'yicha rasmlarni yuklaymiz. Xo'p, masalan, shunaqa uy rasmi yoki ishimizga oid bo'lgan rasmlarni yuklasak bo'ladi 10 tagacha. Xo'p, ishni joylash qilamiz. Mana ishimiz joylandi. Endi ishlarim sahifasiga o'tsak, mana bu yoqqa biza joylagan ish turibdi. Quyidagi barcha santexnik ishlar. Manzilimiz, ish turi, hozir bu yoqqa arizalar. Keyin mana narxi 1.200.000 so'm. Keyin bu joylagan ishimiz ishchilarga yetib boradi. Ishchilarga yetib borgandan keyin ishchilar bizaga ishimiz bo'yicha ariza yubora oladi. Ariza yuborgandan keyin arizalar ana shu yoqqa chiqadi. Hozircha ariza yo'q, arizalar yuborilmagan. Ariza yuborilgandan keyin bu yoqqa biza ishchini qabul qilsak bo'ladi bir nechta ishchilardan. Masalan, sarol olib tanlayveramiz. Siz qabul qilindingiz deb yoki siz qabul qilinmadingiz. Shu yoqqa o'zi chiqadi. Ishimiz bo'yicha izohlar yozilgan bo'lishi mumkin. Izohlar ham bu yoqqa chiqadi. Keyin asosiy sahifa dashbord. Mana ishchilarni topish. Mana ishimiz chiqib turibdi. Bu yoqqa ham joylasak bo'ladi. Keyin bu yoqqa bizada profilimiz bor. Profilimizga shu bir ikkita narsalarimizni taqdirlab qo'ysak bo'ladi. Agar kerak bo'lsa. Shunaqa qilib ishchi ana shunaqa qilib ishlarini sahifasini boshqarsa bo'ladi. Xo'p, ishimizga agar joylagan ishimizga ariza kelib tushsa, mana dashbord sahifamizga bu yoqqa kelib tushadi. Arizalar mana ikkita ariza kelib tushgan. Ishimiz bo'yicha buni olsak, mana kimlar ariza yuborgani kelib chiqadi. Nigmatov Bekmurod, keyin santexniklar. Bu guruh yuborgan arizani. Xo'p, masalan, ishchi yuborgan arizaga qarab biz ishchini profilini ko'rishimiz mumkin. Masalan, ishchini profili mana u haqida ma'lumotlar nima ishlatiladi, portfoliosi, u haqga berilgan sharhlari yoki o'zimiz sharh yozsak bo'ladi. Keyin tajribasi. Oldin qanaqa ishlarni bajarib bo'lganligi chiqadi. Xo'p, ish taklif qilish desak bo'ladi.
shunaqa qilib profilini qo'ysak bo'ladi yoki birdan chatga yozsak bo'ladi bunga. Mana salom deb chatga yozsak bo'ladi. Xo'p, mana dashbord yoki mening ishlarim. Mening ishlarimni yozsak ham mana chiqadi. Shunaqa yoki qabul qilsak bo'ladi. Qabul qilishni bossak, mana ish taklifi. U ariza yuborgan, arizani endi tasdiqlash kerak. Tasdiqlash uchun bizga xabar yuborsak bo'ladi. Yoki mana guruh bo'ladigan bo'lsa, guruhda ham qanaqa ishlar qilgan, qanaqa guruhligini ko'rsak bo'ladi. Profiliga o'tamiz guruhni. Bu guruhda profil. Nechta a'zo bor, a'zolari kim, nima ishchilar, santexnik. Xo'p, qanaqa ishlar yakunlagan, portfoliosi, chat. Mana guruhda asoschisi bilan chat qilsak bo'ladi yoki boshqa a'zolar bilan. Statistikalarini ko'rsak bo'ladi guruhda. Mana shunaqa qilib ko'rsak bo'ladi bu guruhdagi. Xo'p. Bu yoqqa masalan o'shani qabul qilamiz hozir. Mana masalan mana bu ishchini qabul qiladigan bo'lsak. Salom. Siz qabul yuborishni bosamiz. Ish taklifi yuborildi bo'ladi. Mana chatga salom arizangiz qabul qilindi bo'lib ketdi. Bu yoqqa mana manzil hammasi yuborildi, ish haqi, offline ish. Keyin bu bilan xaritadan kelsa bo'ladi. Offline ish beruvchi. Keyin ishchi u yoqdan o'zini sahifasidan ishni tasdiqlaydi. Keyin sizga bu yoqqa ish chiqadi, jarayonda bo'lib chiqadi. Keyin ishni tugatish chiqadi. Ishni tugatishni bossangiz ishingiz tugatiladi.